Yaxşımısınızlar sabaqdaşlar. Bugün sizlarga so'zlaydiganim chiroy ifodasini o'qish. Chiroy ifodasini o'qish degan nima degan gapsa, odamning chiroyiga qarab, uning hissiyotlarini tushunish, hissiyotlarini bilish, uning ko'nglida nimalarni o'ylayotganligi yoki uning ko'nglining joyida yoki joyida emasligini bilishni biz odatda chiroy ifodasi o'qish deb ataymiz. Buning yamratilishi mikro chiroy ifodasi. Endi odamda universal bo'lgan qancha xil chiroy ifodasi bo'ldi desa, 7 xil chiroy ifodasi bo'ldi. Buning ichida birisi xushallik, ko'nglerin bo'lish, masalan, sal qayg'urib qolish, bizarlik, qo'rqish, hayron bo'lish, andan keyin ochchig'lanish, eng oxirida mansmaslik. Demak, har qanday u mel dunyoni qanday yashashdan qat'iy nazar odamda bo'ldi ekan, mush 7 xil chiroy ifodasi bo'ldi. Bu 7 xil chiroy ifodasini ishlatish uchun chiroy muskulimizda 40 parcha muskul bo'ldi. Mush 40 parcha muskullarni ishlatish orqali biz 7 xil chiroy ifodasini chiqaramiz. Masalan, xushallik. Ya'ni odatda ko'z, qosh taraf ko'tarilib, chiroy xuddi guldek echilishga boshlaydi. Qayg'urish. Qayg'urishda odatda odam kichiklab ketadi, ya'ni jumilish, ya'ni ishi kirib ketish ahvoli shakllandi. Uchinchi masalan, bizar bo'lish. Ma'lumotdan bizar bo'lgan vaqtda burun bu chiroy ifodasini ifodalash uchun qatnashdi. Ya'ni bizarlik kayfiyatining kelib chiqqan. To'rtinchi qo'rqash. Qo'rqashdan hamda o hayron qilish asosiyatan bir-birisiga o'xshab qoldi. Chunki qo'rqash uchun hayron qildi, hayron qolgan vaqtda bir xil qo'rqqan sezim bo'ldi. Ya'ni ko'z intan yug'nab, ig'iz echilib, hayronlik. Undan keyin Açıqlanish. Açıqlanish deganda ig'iz odatda ig'izning tuzilish o'rni tuzsiz keldi. Ya'ni ko'z kichiklab, ig'iz tuzlanishga boshlaydi. Eng oxiri miqida kulish yoki mansmaslik. Bu vaqtda biz ko'pincha aytadigan miqida kulish chiroy ifodasi bo'ldi. Bu bir qadar qiyin. Chunki buni bayqamoq saltas. Bu vaqtda yoki o'ng yoki so'l o'ng ig'izning ma'lum bo'lki ustiga qarildi. Demak, bularning hammasi makro chiroy ifodalari. Bunda chiroy ifodalarini bir qarablam odamlar bilalaydi. Ammo bu makro chiroy ifodalaridan boshqa bir xil chiroy ifodasi, u nima o'ziga mikro chiroy ifodasi. Mikro chiroy ifodasi nimasi? Intan kichik, kishilar bilgil olmaydi. Bu mikro chiroy ifodalarining yuz berish tezlik qanchalik bo'ldi desa, 15 ta 1 sekund ichida chiroy ifodalar bo'ldi. 15 dan 1 sekund. Siz o'ylab qaranglar, 15 dan 1 sekund degan bek tez u. Uni oldirab bayqag'il olmaydi. Ammo odamning haqiqiy hissiyot ifodalari, chiroy ifodalari nerdan chiqadi desa, makro chiroy ifodasidan emas, dal 15 dan 1 sekund elib bergan mikro chiroy ifodasidan keldi. Shuna nurg'a odamlar masalan xushaldek ko'rindi. Xushal chiroyning ichida bir xil qayg'u mikro chiroy ifodasi bo'ldi. Ba'zida qayg'urganlik bo'ldi masalan, ko'ngil yerim bo'lgandek bo'lib oldi. Ammo ularning chiroy mikro chiroy ifodasida kulki ushlangan bo'ladi. Uni normal sharoitda biz bilmaymiz. Unda biz buni qanday bilamiz? Buni bilish uchun bugun men sizlarga o'tmoqchi bo'lgan chiroy ifodasini o'qish degan bu temadan foydalanamiz. Unda nurg'a odamlar nemishqa odamlarning haqiqiy chiroy ifodasini to'liq bilmaydi. Chunki nurg'a odamlarda kuzatish, diqqat, sijilligi unchalar kuchli bo'lmaydi. Ko'pincha odamlarni kuzatmaydi. Masalan, biz bir oddiy bir o'yin o'ynaylik. Unda samanglar qo'llarni chiqaringlar, maqlalar chiqirsizlar. Andan keyin maqlalar chiqiramiz. Andan maqlalar solamiz, mandaq. Siz xato qildingiz, men maqlalarni yaxshi qo'lni kirishtiramiz. Unda samang kirishtirdingizmi? Unda men 3 sanayman. 1 2 3. Hech kim bunda qilolmaydi. Nima ish qiladi degan vaqtda bu mumkin emasda. Ammo men nima ish bunda qila olaman? Amaliyotda nurg'a odamlar mushada meni kuzatishga e'tibor bermaydi. Amaliyotda men qo'limni ma'qul soldimmi degan ma'qul solmadim. Balki ma'qul soldim. Menimiz ma'qul selinglar deganda hammasi uzlan bo'lib ketganligi uchun mening amaliyotda qo'limni ma'qul solganimni bilmay qoldi. Demak, bu xil kuzatish iqtidorining nachar bo'lishi odamdagi haqiqiy mikro chiroy ifodalarini tunish iqtidorini tuvaltiydi. Unda biz yana bir o'ynaylik. Barliq sinfdagilar unda bo'lsa, men sizlarga 10 sekund vaqt berma, bu sinfdagi barliq narsalarni kuzatib olsizlar, men ma'lum narsalarning nima ekanligini sizlardan so'rayman. Unda 10 sekund vaqt berma, soat qarab 10 sekund. Unda siz sinfni bir kuzatib olinglar.
Bo'ldi. Unda siz javob bering. Zamanni kuzatdingizmi? Hammasini qarab chiqdingizmi? Unda siz javob bering, aqlingiz qaramay turib. Aqlingizdagi o'quvchi qizmi o'g'il? Topolmaysiz. Nima ish qiladigan vaqtda, men bu yerdan sizlarga vaqt bergan vaqtda nurg'uninglar sizlar atrofni kuzatish bilan bo'lib ketib, yenildagi odam diqqat qilmadinglar. Demak, odamlarning amaliyotda mikrochiroy ifodasini bilinmaslik sabab nima degan vaqtda, ular diqqatini aslida bayqashga tegishlik bo'lgan haqiqiy hissiyat, ya'ni ifodalayotgan mikrochiroy ifodasiga emas, makro yasalma bo'lgan niqobga kirib olgan chiroy ifodasiga diqqat qiladi. Bunda vaqtda ularning nazari nuqtasidan mikrochiroy ifodalar asosiyatdan sog'ib bo'lib ketadi. Unda bu bola nemishqa oqid silib shundoq zan soldi. Nima zan soldi desa, pardiga, eshikka, derizlarga yoki o'rindiqlarga diqqat qildi. Ammo oqidga baliq diqqat qilmadi. Nima ish qildi degan vaqtda men atrofimdagi narsalarni sinfda kuzatinglar dedi. Demak, bu balning diqqati atrof kirib ketganligi uchun oqidagi balning zodi o'g'il yoki qizligini bilmay qoldi. Demak, mikrochiroy ifodasini nurg'un odamlarning bilinmasi sabab nimasi? Dal ulardagi kuzatish engining tuban bo'lganligi yoki kuzatish iqtidorining yuqori bo'lmasligi. Shunga o'tgan soatdimi men bir qatim deb aytib ketdim. Chuqum sizlar barliq ish izlaringizda yoki bo'lmasa o'zingizning maktab hayotida yoki bo'lmasa oilangizda bo'lsin, chuqum kuzatishga diqqat qilinglar. Qanday narsani kuzatmasa, inchik narsalarni. Chunki cho'ng narsalar ko'z ko'rinib turdi. U xatarlik bo'lmaydi. Ammo kichik narsalar cho'lsa, u ko'z ko'rinmaydi, xatarlik bo'ldi. Masalan, bir mashina xatarlikmi yoki bir bakteriyami? Albatta, bakteriya xatarlik. Nima ish qiladi deganda, mashina garchi yo'g'ondek turgan bilan biz uni ko'rib tura olamiz, vaqt kelsa uningdan qanday dalda elishni bilamiz. Ammo bakteriyachi deganda bakteriya unday olmaydi. Bakteriya degan odam ko'rinmay keldigan gap. Shunga bir odamga qanday odamda xavf keldi deganda, uning makrochiroy ifodasini emas, uning mikrochiroy ifodasini. Masalan, men bir sonla yanıga ochiqilib basam, siz chuqum oldin mudofaa qilishni bilib bo'lsizlar. Oldin tayyorlik qilib bo'lsizlar. Ammo men kulib badim. Ammo mikrochiroy ifodam bo'lsa, ochiq tulab ketgan. Siz uni ko'rmadinglar. Shundan bu menga kulib kelyapti deysizlar, siz tayyorliksiz tursizlar. Amaliyotda men bo'lsa ochiqlangan. Yo'qmiz ba'zi odamlar ochiqlangandek turdi. Yo'qmiz menda deyli, sizning ma'lum bir ishinglar vujud chiqmay qolgan bo'lsa, yo'qmiz kelishmas yuzagan bo'lsa, do'stinglar ko'ngilni intan yerim qilish mumkin. Siz bu vaqtda do'stim haqiqatan men uchun ko'ngilni yerim qildi deb o'ylaysizlar. Ammo uning ko'ngilni yerim qilgan chiroy makrochiroy ifodasining ichida u balki xushal bo'layotgan mikrochiroy ifodasi kirib ketgan bo'lishi mumkin. Uni siz bilolmaysizlar. Ammo kunlarning bir kuni bu do'stinglar balkim sizlarga bek cho'ng paydab kelmaski, balki hatto ziyankesh qilish mumkin. Shu ham mikrochiroy ifodasini o'qish uchun odam men bayatın degandek nurg'unlagan inchik nuqtalarga diqqat qilish kerak. Unda buni qanday diqqat qilamiz? Demak, odam makrochiroy ifodasini kontrol qila olgan bilan mikrochiroy ifodasini kontrol qila olmaydi. Masalan, bir odamning turqidini bilasizlar. Ba'zilar menda turdi. Bu qanday turish? Bu odatda cho'ng territoriyalik turish deymiz. Cho'ng territoriyalik turish degan nimasi? Bu odamning egallagan, ya'ni tug'an vaqt egallagan o'rni o'zigidilla kangri. Bu xuddi yo'lbosning, mushaning hammasi mening degandek avval tushundir. Demak, bir odamning turqida onun turuş ahvolining yana shu chembiri odatda ashning o'ziga bo'lgan ko'z qarashi. Uning bir xil o'ziga ishongini yoki bo'lmasa o'zini boshqalardan cho'ng bilish mumkin. Ba'zilar bo'lsa menda turib oldi. Ba'zilar bo'lsa qo'lini ishik selib oladi. Buning o'zi ben mush yanchiq kirkitaman yoki men yushinib olaman demoqchi. Shu odamlar jiddilashgan vaqtlar qo'lini mayoqqa deb kichiklab ketish ahvoli. Qancha o'xshab bo'lgan shuncha cho'ngab ketgan ahvol bor. Muştun özümün nima bo'lsa mikrochiroy ifodasi. Yani tug'an oldi. O'tgan vaqtda ba'zilar qanday o'tirsa, menda o'tirdi. Yoki ma'qul o'tirdi. Ba'zilar bo'lsa putini o'rindiqning oqiga tiqib etish mumkin. Demak, mushning hammasi bu odam to'g'riliq bizga nurg'un narsalarni deb berayotdi. Ba'zi o'quvchilarimda masalan, siz topshiriq ishladingizmi desam, ha. Ha. Ameto, ha deydi. Ama onun bedeni allı burun bana onun tapşırık işlemeye vatkallıkını dep bıraktıdı. Ya komsa kuşallık değil. Bazılarında kuşal de göründü. Külüdü. Ama
ularning kulgisining ko'pincha yolg'on chiqadi. Buni nereden bilmasa, ularning kulgisiga peshona qismi bilan quloq qismi aralashmaydi. Demak, uning peshona qismi, quloq qismi aralashmagan ekan, yoki bo'lmasa ko'zning atrofida qog'i puti deymiz, qog'i puti shakllanmaslar, uning hammasi yolg'on kulgi bo'ldi. Bundaqlar ko'pincha mahlolat kuldi. Buning o'zimi mikro ijro ifodasidan biz darhol buning amaliyot kulgisining yolg'on ekanligini bilalaymiz. Qayg'urish. Ba'zan shunda qayg'urgandek bo'ldi, ammo ularning og'iz cho'sa, usti lipildab ketadi. Bu amaliyotda kulgi mikro ijro ifodasi. Ma'qul bo'lib ketadi. Buning o'zi nimasi? U amaliyot kulayotgan hisoblanadi. Ya'ni ba'zi avvallarda yana qanday ahvollar bo'lsa, men ba'zida o'quvchilarga topshiriq ishlab kelgansizlar degan aman, topshiriq ishlab kelganlarda hech qanday chiroy ifodasi bo'lmaydi. Ammo topshiriq ishlamaganlarda chu degan vaqtda yo'qimiz o'rnidan qimishib ketadi, yoki bo'lmasa oldidagi ichimliklarni, qalamlarni, agar telefon bo'lsa telefonlarni, hech bo'lmaganda o'rindiqni tutib oldiq ahvol shakllanadi. Buning o'zi nimasi? U jiddiylashdi, u besim kuchtirdi degan gap. Demak, bu orqali men kimdan topshiriq ishlagan yoki ishlamaganligini tezda a'rif ola olmayman. Demak, bizning agar kuzatish iqtidorimiz to'liq bo'lsa, biz nurg'on odamlarning chiroy ifodasi qarabla uni bila olamiz. Masalan, qadimgi zamonda ma'lum bir jinoyat o'tkazgan yoki o'g'irlik qilgan odamning rost yolg'on gapini qanday qaragan desa, uningga mushunchalik cho'nglikdagi non yegizib baqqan. Bu nonni yeb, ondan chiqarib baqqan. Agar bu non yo'l chiqsa, uning gapi rost degan. Agar u non quruq chiqsa, gapi yolg'on deb uningga kesim e'lon qilgan. Buning qanday ilmiy aloyligi bor desa, chunki odam yolg'on gap qilgan vaqtda uningda tupuruk, ya'ni sho'lgay nimasi asosiyatdan chiqmay qoldi. Shunga non quruq chiqdi. Agar rost gap qilish bo'lsa, bu normal holat xizmat qiladi. Non darhol yo'l olati chiqqan gap. Yoki sinab baqsanglar bo'ldi. Agar sizlarni aytdi, yolg'on gap qilgan odamga bir parcha nonni berib yutib baq desanglar, o choyni chaynaverdiki, hargiz uni yutib yetolmaydi. Nima ish qilsa, bu yolg'on gap qilgan vaqtda odamning me'limayadiki, ya'ni nervlarining hammasi asosiyatdan jiddiy holatda turdi, nonni yutib yetolmaydi. Yoki bo'lmasa nonni yutsimi, u sho'lga suyuqlik bo'lmaydi. Chunki sho'lga suyuqlik bu vaqtda ajratib chiqilmaydi. Demak, men nima demoqchi esa, odamning nurg'ulg'an mikro chiroy ifodalari bor. Biz agar yaxshi kuzatsak bularni, nihoyat yaxshi kuzatsak, biz ular to'g'riliq nurg'un narsalarga erisha olishimiz mumkin. Masalan, hozir biz bir o'yin o'ynaylik. Bu orqali men kishilarning chiroy ifodasini texmo sizlarga yaxshi ifodalab beray. Unda bo'lsa, masif qilganlar bormi? Chiqirganlar bormi? Siz. Yaxshimisiz? İsmingiz nima? Muhammad demin. Unda Muhammad demin, ikimiz bir oddiy bir o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinning ismi nimasi? Tengi tepish o'yini. Unda men bu tengi sizga beraman. Siz shuni xohlagan qo'lingizni orqa qilib, xohlagan birisiga yushirsiz. Sizlar ko'rolmanglar, hech kim ko'rsatmang, ha. Ondan men tanglaysiz, men birisini topaman. Birinchi qatim Muhammadmin men har qatim qo'llanib qo'ygan vaqtda tengi bor qo'lda nim paydo bo'ldi desa, bearamlik, yoki bo'lmasa yushirish, yoki bo'lmasa men topammisiti degan bir xil tuyg'u paydo. Bu tuyg'u nimani qo'zg'ayib yutadi desa, mikro chiroy ifodasi qo'zg'ayib yutadi. Ikkinchi qatim, ha. Buday men oldikilar chuqur chiroyga qaranglar, boshdan qiling, ha, boshdan. Chiroy ifodasiga diqqat qilinglar. Chiroy ifodasi qanday shakllar yuz beryapti? Men qo'llarni qaysi qo'ygan vaqtda chiroyda qanday ahvol shakllanyapti? Ko'zam qarang, ha? Ha? Demak, ikkinchi qatim ko'zam qaramagan vaqt o'zini tanishib oldi. Biroq ko'zam qaraganda-chu degan vaqtda men qo'lni qo'ygan vaqt darhol chiroyda ifoda bo'ldi. Ma'noda o'zi qo'li yo'q qo'ysam, uf dedi. Qo'li qo'ygan vaqt esa uf. Bundaq mikro chiroy ifodalari odatda intazil bo'ldi. Bunisilar ko'p o'ynab birish jarayonida, chiqmash qilib birish jarayonida ondan bu bir xil yetildi. Unda yana qiling, ha? Demak, bu qatim Muhammad Eminning geli qurdi.
qildi. Bu xil chiroy ifodasi nereden keldi desa, odam jiddiylashgan vaqtda bir xil geli qurish bayatim men dedim. Geli qurish. Unda eng oxirgi bir qatim qiling, ha. Bu qatim bo'lsa, Muhammad men o'zigidilla maqolni oqqashdi, ya'ni mushmin topamizken deb. Gerçi ro'shan alda qaşmagan bilan ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir o'lchamda, ya'ni oqi tortishpa. Buni normal vaqtida ko'rolmaysizlar, ammo mikro chiroy ifodasi bo'lsa, buni ayt ro'shan ifodada. Unda esa bu 4 qatimliq tengi tepish o'yin orqali men Muhammadimning mikro chiroy ifodasidan tunishdim. Ammo bu tengi mening. Şuna Muhammadimda texi besim uncholar shakllanmaydi. Uning ustiga buning miqdori faqat bir koy. Unda esa ma'lum bir narsa, Muhammadim bilan beklam munosabatli bo'lgan ma'lum bir narsa bo'lib qolsa, u chaqda mikro chiroy ifodasi texmo kuchli bo'ldi. Sizda bank kartasi bormi? Bering. Pul var? Pul yo'q. Pulimiz olmaydi. Boshqa birisi Pul var mı? Qancha pul var? O'qish pulim bor. O'qish puli var? Qancha pul? 5-6 ming. 5-6 ming koy, unda az pul ekan. Demek 5-6 ming koy pul bir o'quvchi nisbatan xeyli bir jiq pul hisoblanadi. Agar men bu 5-6 ming koyni tatib olsam, elib olsam, chuqum Muhammadimda eg'ir darajada besim shakllanishi mumkin. Demak, Muhammadim bu 5-6 ming koyni qo'g'daydi. Bayating tengi qaraganda nechasi qo'g'daydi. U qancha qo'g'dayman degansi, uning chiroy ifodasi shuncha buni oshkorlab qo'ydi. Unda biz bir otni uyan o'ynaylik. Unda men hozirmi shu kartangning maxfiy shifrini sen hozirmi shuni yozsa. Men topaman. Demak, maxfiy shifrini men topsam pul mening-ku. Topamsam men sana shunchalik pul beraman. Balamda kelishdiqmi? Topalsang, topolmay qolsam men sana qancha pul bo'lyapti? 6 ming koy beraman. Deb qolsam, men makonni eliblam 6 ming koyni chiqdimi? Tushundingmi? Kallang tutsin, ha? Unda sen menga men qarab turma. Sen maxfiy shifrni shunga yozsa, men ko'rsatma, ballig'im ko'rsatma. Hamda 6 ming koyliq bo'lib qoldigandek turma. Deb qolsam, hammani bir mehmon qildigan ishlarim bor. Topolmay qolsam, umidlanib ketmasizlar, ha? Buni topolmasligim mumkin, topa olishim mumkin. Men faqat sizlar bilgan mush orqali nimaga yetmoqchi etsa, mikro chiroy ifodasini, texmo inchki yerlarini ko'rsatmoqchi. Chunki hozir topa olsam mening, garchi bu gapni chaqchaq aralashtirayotgandek turgan bilan menga cho'lsa chaqchaq aralashtirmaydi. Menga odatda rost, yolg'on, chaqchaq deganlarni bilmaydi. Uning shunda signal keldi. Deb bo'lsa 6 ming koy ketadi deydi. Bu nimani paydo qildi desa, yana qo'shimcha kognitiv load deymiz. Kognitiv load deganimiz aqliy yukni paydo qildi. Bu aqliy yuk mikro chiroy ifodasi tegim qo'zg'aydi degan gap. Bittimi? Unda olsam, shu qog'ozni sen qatlab, yanchiqonga selib et. Bo'ldimi? Okeymi? Unda bo'lsa, deb pasam 6 ming koy menajmi? Ha, ishingni nargiz ketmasin. Unda diqqat qil. Men qarab pasam bo'ldi, yo'qmi? Maxfiy shifring qancha xona? 6. Unda biz men avval birinchi xonasidan boshlab manaman, 0 dan tortib 9gacha bo'ldi. Sen faqat mening ovozimni anglab bersang bo'ldi. Ammo ko'zing nargiz menda qasam olmaydi. To'xtama, cho'qim ko'zingman tikilib turish kerak. Men har qanday gap qilsam sen de hech qanday tovush chiqmasin. Beshing lingishtin bo'lmasin. Yo'q deyishkim bo'lmaydi, ha deyishkim bo'lmaydi. To'xtama, faqat chiroyli turib bersang bo'ldi. 0ma 1ma 2ma 2ma 1ma 0ma 1ma 2ma 4ma 0ma 1ma 1ma 2ma
Ondan sonra biz ikinci xonasiga o'tamiz. İkinci xonasini o'yla, ha? O'yla. İkinci xonasini o'ylab bo'ldingmi? İkinci xonasini to'liq o'yla. Güzel, herkes güzelini menda qaşma. 0 ma, 1 ma, 2 ma, 3 ma, 4 ma, 5 ma, 6 ma, 7 ma, 6 ma, 5 ma, 6 ma, 7 ma, 8, 9, 6, 9, 8, 9, 6. Ondan sonra 3'ler xonasiga kelamiz, ha? 0 ma, 1 ma, kalan o'ylab bajima, işte o'yla, hergiz dema, ha? Ama kalan o'ylab cho'qim o'ylashing kerak, ko'zam diqqat qil, ha? 0 ma, 1 ma, 2 ma, 3 ma, 4 ma, 5 ma, 6 ma, 7 ma, 8 ma, 9 ma, 8 ma, 9 ma, 9, 9. Biz ham to'rtlar xonasiga keldik, ha? 4-xonni o'ylab ol. O'ylab bo'lding? Kallan qol, ha? Sanab bo'lding, ha? 4-xon, ha? 1 ma, 2 ma, 3 ma, 5'lar xonasiga kelamiz, ha? 1 ma, 0 ma, 2 ma, 3 ma, 4 ma, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4. Ondan biz en ahir xona keldik. En ahir xona 6000 koylik xona, ha? O'yla, ha? 6000 koy ketganini o'yla, sen o'yla. Sen o'yladingmi? Sen o'yla, ko'zam qara, ko'zamdan qaçma. 0 ma, 1 ma, 2 ma, 3 ma, 4 ma, 5 ma, 3 ma, 4 ma, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2 ma, 3, 4, 3. Ondan sonra biz görüp bakaylı. Ondan sonra ben 6 xonlik bu maxfiy ish birini yazdım. Onda o ismini Muhammed Emin'nin yançıqıda özünün maxfiy ish biri barda karta onda mende. Agar men tapa alsam 6000 koyun mekitime, tapamay qalsam 6000 koyunu men Muhammed Emin'in so'q qilishim mumkin. Onda olsa biz sen qog'ozini al. Qog'ozini olib biz kishilar shu o'quvchilar tanlab ko'rsatib baqla. Aldingmi? Bir 9 2 3 Demek men 5-ci xonada ezib ketib qaptım. Demek Muhammed Eminga men sen qotla. O'zgartib etmoq ish birini bilamda. Buldu, rahmatim da olsa. Demek bu xil uyanning alaylik nimasi, bu xil uyanda biz mashq qilish orqali odamlardiki men bayatın degandek
yushirish qurilgan aslidagi hissiyatni yushirish qurilgan mikro chiroy ifodalarini tepish uchun mushkul uyallarni o'ynaymiz. Shunga hamda kishilik turmush demaylik, kishilik munosabatda bo'lsin, yoki o'qituvchilik hayotingizda bo'lib qolsin, yoki sizlar doktor bo'lib qolgan taqdirdami, ishqilib sizlar jamiyatning qandaq bir buling pushqoqligi bormanglar, kishilarni tushunishga ehtiyojli bo'lsalar. Kishilarni tushunish uchun ularning makro chiroy ifodasi kifoya qilmaydi. Chunki makro chiroy ifodasining ko'pinchisi bir xil maska taqoqlik yoki niqoblik holati bo'ldi. Bu niqobni qanday qilib elitimiz? Dal ularning mikro chiroy ifodasini tadqiqlash orqali bo'lamiz. Mikro chiroy ifodasini tadqiqlash orqali qanday o'rganamiz deganda, men bu yerda deganda chiroy ilmini o'rganish kerak. Albatta, uningdan boshqa kishilarning pochurkisi orqali uning hissiyotini, masalan, pochurkisi orqali hatto uningga yaqinda nima yuz berayotganligi, uning kichik balliq davrida qandaq bir azob uqubatlarni chekkanligi, kichik vaqtida qandaq bir xil tuyg'ular bilan cho'ng bo'lganligi nima bilguli bo'ladi. Demak, odamning kiyinishi, masalan, kiyinish usuli, qalam tutish usuli, ularning masalan o'tirish usuli, ba'zilarning qo'l turish usuli, og'zini itish usuli qatorliqlarning hammasi amaliyotda bizga shu odam to'g'riliq nurg'un narsalarni berdi. Biz buni mikro chiroy ifodasi deymiz. Buni texmi yaxshi bilish uchun men o'tgan sizlarga dapagan ya'ni qalb o'qish usuli degan ashilning ash kitobida texmi tafsili, texmi aniq qilgan. Yani bu to'g'riliq texmi so'raydigan yoki texmi cho'nqurlashmoqchi bo'lsanglar, chunki men sizlarga oldida psixik nurg'un savollarni dedim. Bu qaysi kirdi desa, chiroy ilmi kirdi. Sizlar qaysini agar yaxshi ko'rsanglar, cho'qim shu sohaga texmi cho'nqurlab, texmi ichkirlab kirgan vaqtda ondan uningda ma'lum bir mutaxassis bosqichiga bog'liq bo'ldi. Unda biz bugungi darsimiz oyoqlashdi. So'raydigan savollar bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi. Siz. Malum men bir savol so'rsam, shu odamlar yolg'on gap qilgan chog'da shu burni qitishliga degan gap rostmi? Qanday qilar? Endi bu gapning ham rost ham yolg'on yeri bor. Rost yolg'on yeri degan nima degan vaqtda, odamning burnining qitishi odatda besimda shakllanadi. Masalan, odam ma'lum bir besimga uchragan vaqtda, men o'tganda dedim, Saqanqur rayonining signali orqali odam badanda, ya'ni shu börek usti bizning stress hormon deymiz, besim hormonini chiqarib yetadi. Bu hormon chiqargan vaqtda qanday holat keldi-desa, odam bir xil jiddiy holat kelganda nima bo'ldi-desa, qon aylanishi tizilib ketadi. Qon aylanishi tizilib ketgan vaqtda bizning burun, quloqning uchi yoki bo'yon qatorliq bulutsimon to'qilmalar deb qo'yamiz bu, ya'ni bulutsimon to'qilmalarga qon to'ladi. Qon to'lgan vaqtda qichish yuz beradi. Shunga odam jiddiylashgan vaqtda burni tutilgan yoki bo'yin tutilgan yoki quloqni tutilgan ahvollar shakllanadi. Endi bu jiddiylikni biz yolg'onchilikdan kelganmi yoki jiddiyashib ketganmi biz buni bilmaymiz. Ammo bir narsani jiddiylashgan aniq. Endi yolg'on so'zlagandimi odamni jiddiylish paydo bo'ladi. Shu burni tutib qoldi. Ammo yolg'on so'zlamay, ma'lum ishdan udiqqan vaqtimi yoki bek boshqalarga yaxshi ta'sir berib yetaman degan vaqtimi bu xil ahvollar shakllanadi. Shunga buni burni tutganni siz nuqullamış yolg'onchi ekan deb turvasingiz bo'lmaydi. Buning azroq buning ilmiy asosi bor, ammo buni jiddiylikmi yoki yolg'onchilikmi buni ayirish kerak. Endi biz buni qanday ayiramiz desa, gap orqali ayiramiz. Masalan, yolg'onchilarning bir odati sizning so'ragan savolingizga bevos javob bermaydi. Masalan, men sizdan sen mening qalbimni o'g'irlab oldingmi deb so'rasam, siz hargizmi yo'q deb yolg'on so'zlamoqchi bo'lsa, yo'q deb javob bermaydi. Javob berolmaydi. Badan uning yo'l qo'ymaydi. Nima ish qilsa, mingida yolg'on gap qilish olmaydi. Faqat eg'izda ham yolg'on gap qilish majbur bo'ldi. Siz mening qalbimni o'g'irlab oldingizmi deb so'ragan vaqtda, siz balkim mingiz ha deb javob berib bo'ldi. Ammo og'zingiz cho'lsa, buning yo'q deb javob berdi. Mana shu qisqa uchrashishda ma'lum bir narsa shakllandi. Endi badanda ma'lum bayatningidek buni tutish yoki ahvollar shakllandi. Ammo yolg'onchilar cho'sa yo'q deb javob bermaydi. U balkim sen meni o'g'irtyotamsan, sen meni nim deb ko'ryapsan deb uning gapi mondash qilgan uzrab tushundirish berish asosi mumkin. Mondash qilganda yolg'onchilar gapni bevos yetkazib bermay sizni qoyil qilish urindi. Shu qoyil qilish urinish jarayonida uning bergan javobi tabiiy kengayib ketib qoladi. Yoki buni murakkab ko'rsangiz otdilam. Siz siz ma'lum odamni yolg'onchilikni bilmoqchi bo'lib, uningga savol so'raganda uning javobi 3 xatdan eshib ketsa, bu yolg'on ekan deb tushunib olsangiz bo'ldi. 3 xat.
Şuna bu faqatliq paylanış materiali bunun qichishi, ammo u butunlay uning yolg'on gap qilganidan darak bermaydi. Yan savol so'rayganlar bormi? Siz Assalomu alaykum alim olim. Men hozir nima o'ylayapman? Bila olamsiz? Balkim sizmi shu Alim chuqur mening o'ylagan narsam topolmaydi deb o'ylayotganingiz mumkin. Bo'ldi, unda bo'lsa keyin ko'rishaylik. Xo'sh.